Yuzingizga o'g'ri chiqib sizni qiynavyaptimi yoki bo'lmasam yuzlaringizda qizillik paydo bo'lib sizni qashingizga tegdiryaptimi? Aynan shu seriyani sizlarga tavsiya etaman. Doktor Koz seriyasi bu dermatologlar tomonidan tasdiqlangan anti akne seriyasi 5 ta mahsulotga ega. Bu yerda yuzda qizarishlarni oldini oladi, bakteriyalarni o'ldiradi, yuzingizdagi o'g'rilarni qisqartiradi va kamaytiradi, chiqmasligini oldini oladi. Men bu seriyani o'zi o'g'limga olib bergan edim, yuzini o'g'riga chiqishga boshlagan edi. Lekin bu seriya hali tugamasdan yuzi yaxshi bo'lib qolganligi uchun 2 talab 3 talab ishlatadigan darajada qolgan. O'shaning uchun men sizlarga hozir narsani tavsiya etyapman va men sizlar o'tkazyapmiz shu yuzasidan. Xullas qilib hammalarga tavsiya etaman, agar yuzingizda qizarishlarni oldini olsangiz, o'g'rilarni ketkazishni xohlasangiz, aynan shuni tavsiya etamiz. Ya'ni gel umumiyni bir kunda 2 mahal ishlatasiz. Losyonni yuzingizni artasiz 2 marta va losyonni ham 2 mahal ishlatasiz. Siz dnevnoy krem ishlatayotganingizda oldin losyonni yuzingizni yaxshilab artasiz va bu kremni ishlatasiz. Kechqurungiga ham yuzingizni yaxshilab artasiz va nочной maska kremini olib ishlatasiz va yotasiz. Bu seriyamizda aynan shu akne seriyasidagi aplikatorimiz bor. Bu aplikator faqatgina o'g'rini o'ziga suriladi. Nechta, masalan, qancha o'g'ringiz bo'lsa, faqat o'g'rilar ustiga surib qo'yiladi. Bu bakteriyalarni ham o'ldiradi, qizarishlarni ham oldini oladi. Hammaga tavsiya etamiz, agar yuzingiz shunaqangi chiroyli bo'lishni xohlasangiz, yuzingiz bir oyga qomiy o'zgarishni xohlasangiz, aynan shu seriyani olib ishlating. 28 kunda yuzingiz shunaqangi chiroyli bo'lib qoladi.